Toshkentdagi hashamat uyga xush kelibsiz. Yaxshilab joylashib, yoningizga limon choy, kofelarni qo'yib olib, oyoqni uzatib tomosha qiladigan video. Aka, siz uchun bitta zo'rin topib qo'ydim. Darvozaxonadan kirishimiz bilan uyimizda hamma joyi to'pli pol bo'lgan. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bu yoqda personal uchun alohida 3 ta xona, o'zining ichida oshxonalarigacha tayyor holda qilib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, aka, bitta gelikizmi, bitta maybix bo'ladimi? Bemalol issiqqina turadi. Polnistiy mana shu yerda qor yog'sa ham erib ketadi. Avtomatik datchiki bor, ya'ni havo sovishi bilan bu yoq o'zidan o'zi yoqiladi. Va bitta narsaga e'tibor beringlar, kolonkalarni qaranglar. Uyimizda graylarni kolonka bor. Ya'ni Bluetooth orqali o'zingizlarning yoqtirgan ashulalarni mazza qilib tinglab o'tirishga nima etsin? Gap yo'q. Mana bu yerda fontanlarga aytmaysizmi? Ayniqsa hamma joy toshu odamni bag'ridan yorishadi. Tanlangan ranglar, bu yo'qni ichi patologi turi 20, hali sizlar bu yo'g'a qilingan mebellarni ko'rsanglar bor, ishoninglar, mazza qilasiz. Bu uyimizni orqa tarafiga o'tsanglar bor, xuddi birki sizlar Monakoga tushib qolgan bo'lasizlar. Ishonaveringlar. Videoga hozirdan bitta niyat qilib like bosib qo'ying. Men sizga hozir o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Bu uyimizda ikkita darvoza. Biz asosiy darvozadan kirdik. Bu esa orqa tarafi. Marhamat, tayyormisizlar? Shu yerda niyat qilib bitta hojaga like bosib qo'ying. Qani marhamat. Mana buni qaranglar. Bu go'zalligiga bitta like bosmasanglar, qatga bosasizlar, niyat qilganlar inshaalloh hammamizni shunaqa uylarga yetkazsin. Qaranglar, ko'z ko'rganda quvonadigan. Bu uyimizni analogi yo'q. O'zbekistonda bir dona bo'lgan 20 sotuli 750 kvadrat yashash maydoniga ega. Mana shu toshlari suvdagi yig'ilgan, hammasi Balidan olib keltirilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning uyimiz uchun ajratilgan namozxona, lejaklarini ko'rmaysizmi aka? Menga eng yoqqan joyi aytaymi? Mana bu joy. Qarang. Gap yo'q, oila davrasida mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Undan ham qizig'ini aytaymi? Mana bu yotoqxona. Yotoqxonada masalan ertalab uyquga to'ymagan bo'lsangiz, shundoq ham eshikni ochasiz, bitta kofeni ho'playsiz, shundoq basseynga otasiz, qarang, bodrigini bo'g'ib olasiz. Mana bu joyga qarang. Menga yoqqani mana shu bo'ldi. Kechki salqinda oilaviy mazza qilib mana shunaqa mehki zonada o'tirishga nima yetsin? Inshaalloh mana shu videoni ko'rayotgansiz, bitta yurakchan qizartirib qo'ying. Sizga ham, menga ham eng kamida mana shunaqa o'yladi. Ota-onamiz bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasin. Mana buni qarang, haqiqiy kamilla qo'yib qo'yilgan. Tepada kolonkalar. O'zi odam ko'zi ko'rganda havas qiladigan darajada inshaalloh havas qilib niyat qilib qo'ylik, hammamizni mana shunaqa o'ylarga yetkazsam. Bu videoni mana shunaqa o'yga kimga ravo ko'rsiz, o'sha insoningizga tezda yuborib qo'ying.